Bismillahirrohmanirrohim. Sehrdan saqlanish yo'llari. Gohida sehr va ko'z tegish orqali ham bandaga musibat yetadi. Shuning uchun musulmon odam mazkur ikki narsadan saqlanishi yo'llarini yaxshi bilib olishi kerak. Bulardan saqlanish muolaja qilishdan ko'ra ancha osonroqdir. Sehr va ko'z tegishdan saqlanish bir necha usullar bilan amalga oshadi. Tavhid orqali ruhni tetiklashtirish, borlikdagi barcha narsaning tasarrufini faqat Alloh taoloning o'zi qilishiga iymon keltirish, yaxshiliklarni ko'p qilish, sehrgarligi va ko'zi borligi bilan mashhur bo'lgan odamlardan uzoqroqda bo'lish, Allohdan sehr va ko'z tegishidan panoh so'rab kerakli duo va zikrlarni o'qib yurish, mazkur duo va zikrlar haq ekani va ularning foydasi borligiga iymon keltirish. Mazkur iymon qancha kuchli bo'lsa, ta'sir ham shunchalik kuchli bo'ladi. Mazkur duo va zikrlarni aytganda qalbning hozir bo'lishi. Chunki g'ofil qalb bilan qilingan duo qabul bo'lmaydi. Kunduzgi duo va zikrlar bomdod namozidan so'ng, kechkilari asr namozidan so'ng aytiladi. Oyatul Kursi Baqara surasining oxirgi 2 oyati, Ixlos, Faloq va An-Nas suralari sehr va ko'z tegishdan saqlanish uchun o'qiladi. Boshqa duolar va zikrlar ushbu kitobning tegishli joyidan kelgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh.